hujjatlarimni Toshkentga topshiraman deb uyda ochiqchasiga jang qilishni boshladim. Dadam men senga pul bermayman, Toshkent pulli o'qishlari. Men o'qishga pul bermayman. Keyin bu yoqda men o'sha rahbarimning o'g'li o'qiydigan litseyni direktorini topdim, nomerini. Telefonimni oldimda saqlanib bo'lgan nomerga telefon qildim. Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Denov tumani falonchi Qoraxon mahallasini mana shu uydan sizga telefon qilyapman deyapman. Tasavvur qiling o'sha direktor. O'sha direktorning ahvolini tasavvur qiling-da endi. Kechasi soat 9 da ovqatlanayotgan bo'lishi mumkin. Endi hozirgi ongim bilan qarasam hech o'ylamagan ekanman. Shunaqa jasorat bilan telefon qilganman. Meni pulim yo'q, siz bilasiz. Menga aytishdiki, litseylarga pul bilan qabul qilishar ekan, lekin meni pulim yo'q. Men juda ham borib o'qishni xohlayman. Bilasizmi, men sizni litseyizni sha'nini, sharafini ko'tarib beraman. Men juda ham zo'r o'qiyman, hamma fanni yaxshi bilaman. Menga ishoning, litseyizni bittagina o'quvchi oling, pulsiz deganman. U yoqdagi direktor hayron qolgan, ammo tushungan menimcha. Va aytganki, albatta keling deganlar bo'ldi, boshqa narsa demagan. O'sha pafosda keling, albatta ko'ramiz hujjatlaringizni deganlar. Juda aqlli odam bo'lgan ekan-da. Agar bor edi borgan bo'lganlarida balki men Toshkent haqida to'liq umidimni uzgan bo'lardim. Demak, bo'ladi, pulsiz ham bo'ladi deganman. Keyin dadamga aytganmanki, men direktor bilan gaplashib bo'ldim. Yuring, ketdik, yo'lga chiqsak bo'ladi deganman. Keyin dadamni Kamazida Toshkentga kelganmiz.